United bilan City o'ynadi, United yutdi. Usali zo'r o'ynadi, rostdan ham zo'r o'ynadi. Yeb hech narsa qila olmadi, maqtayapsizlar. Bog'dan tortyapsizlar. Yo'q, yomon o'ynamadi. Jamoasidagi eng yaxshi futbolchi, shu bo'lsa o'lardi, battar bo'lardi desa. Misol uchun alohida ko'ra olsa bo'ladigan vaziyatda jamoasi keyin anchadan beri United o'yinda yutmay qo'yuvdi Cityni. Hisobda yutardi Ten Hag'ni. Lekin o'yinda yutmasdi-da, o'yinda bari City zo'rroq bo'ldi. O'sha kuni o'yinda yutdi Guardiola. Bu boshqacha bir zavq berdi shekilli. Bu bor narsa, buni inkor ham qilib bo'lmaydi, buni majburlab ham bo'lmaydi. Galatasaray bilan Fenerbahçe muxlislarini aytishadi, mashhur bittasini darvozabon Ruminiya terma jamoasi posbon bo'lgan, bittasiniki Turkiya terma jamoasining darvozaboni bo'lgan. Bu Turkiya bilan Ruminiya o'ynaganda Fenerbahçening muxlislari Ruminiyaga muxlis. Jahon chempionatida. Dahshat. Endi buni bir narsa deya olmaysiz hozir. Klubidan kelib chiqadi. Bu bor narsa, dunyo tajribasida ham bor. Lekin baribir Real Barsa masalasida bitta aniq fakt bor. U yerdagi muxlislar bizniki. Shunaqa. O'zlari kulgili gaplar ham bor, Real bilan Barselonaning blogerlari ko'p, ijtimoiy tarmoqda. Ular chiqib bopladikmi, boshqami desa, men ichimda o'tadim va qaraymanda bittasi bor. Sizlarga umuman aloqasi yo'q. Biz deb gapirishi Barsa desin yoki Real desin tushadi-da. Biz ertaga boramiz, unaqa qilib kelamiz desa, sen umuman aloqasi yo'q. Mana masalan, nariyodagi muxlis aytsa, har doim qayg'uli paytlarda ham yonida bo'lgan, boshqa bo'lgan, o'qigan bu nisbatan Erik Haydar haqqi bor. Erik Haydar bo'lib chiqqanda bor-ku, u ko'ngilga qo'ng'iroq qiladi. Bu inson haqqi bor. Mashhur ham masjid deb yo'nalishdagi. Hozir Ali nomiga deb o'ylayman-da, bu ertaga Real Barsada inqiroz bo'lsin, dunyoda janglar boshqa tomonga ketsin, yo'q qolmaydi, 95% qolmaydi. Hozir bu yarmi qimorboz toifada. Ya'ni nimadadir tortishimiz kerak, nimadadir oshiq otishimiz kerak deb turib, muxlislik qilib turgan. Yaxshilab so'rasa 17-raqamni kim bilsa bilmaydi. To'g'ri. Bor shunaqalari bor. Ya'ni ayrimlari yozadi. Real Barsada ko'p. Chunki Real Barsada tanlov futbol nuqtai nazaridan bo'lmaganda. Nima bo'lyapti desa, auditoriyaga. Avval yong'oq o'qishayotgan ekansa, hamma ketib qolsa, rostdan o'qishayotgan bo'lsa-chi deydi. O'shuna qilib jo'natib yuborgan odamlar ko'p. Ijtimoiy tarmoqlardan bilaman. Xo'p, endi ochiq aytgan bo'lsak uzr.